Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 11. ayının 18. günü vatandaş haftiga Şembe. Bugünkü vaziyetimizin ise Qarag'andı San Francisco Asya Tinç Okeanı İqtisadi Hamkarlık yığını ahırlaştı. Şu jarayanda muş yığın mezgilide bulup ötken sözler meselen hazır tor bettirdis deyilip atkan xilmi-xil gepler. Asaslığı merkezi ideya Prezident Joe Biden bilen Cungo'nun reis Xi Jinping körüştü, söhbetleştiği degen. Bu arlıqda yani iki hadise. Xuddi bu yıl 8. ayının 21. 22. günleri Cenubi Afrika'da yüz bergen bir vaka 22. günüdür reis Xi Jinping tuyuqsuz gayip bulup gitti. Bu günümü eçildiğen yığın 5 devlet güroyunun sanaat soğudu yığını. Bu mu kattı yığın şu vaxtki hem kattı meselelerinin biri. Bunun reis Xi Jinping tuyuqsuz katnaşmadı, yokulap gitti. 26. günü yan tuyuqsuzla. Uyg'uristonning poytaxti, qadimiy poytaxt Ürümçi şəhərdə paydo bo'ldi, qo'yib turaylik. Endi bu qatam mushu Osiyo Osiyo Tinch Okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida 16. kunimi qaysi kuni, ya'ni shundoq savdo sanoat yig'ini. Bu yig'inga qatnashishi kerak ekandoq. Bu yig'inda Prezident Joe Biden nutq so'zladi. Lekin reis Xi Jinping yana bu yığın qatnaşmay, şu burunqidek bu yıl 8. ayda qilgan ishidek ish qilib yozma doklad yoki yozma nutq avatgan gap o'zi qatnaşmagan gap. Endi bu hodisani Chin Pokong tahlil qilyotdi. Endi Jiang Xinje degan tahlil qilyotdi. Jiang Xinje deydi ikki narsani yo'qotdi. Qo'lidagi ko'zor, biri iqtisodga bog'liq ko'zor, ikkinchi siyosatga bog'liq ko'zor deydi. Yo'qotdi deydi. Ondan mayada hozir bugun Chin Pokongning so'zlagan so'zni mundaq bir xabar mavzu qo'yibdi. Chataq chiqdi deydi. Tuyuqsiz yerim yo'lda yig'inga qatnaşmay qo'ydi ana shundoq. Bu yig'inga reis Xi Jinping qatnaşmay yozma nutq avatgan gap. WeChat, Weibo degenler bir sözlü eğizgi elişti üzerine kaçıyordu. Bu demekçi boğuna kollektif sürat küçüskende. Mesela reis Xi Jinping'ni chatki çıkarıp koygan gap. Chatki çıkargandı mı anca çoğun fark yok. Mesela Yaponiya veziri Fumio Kishida, Kanada veziri Trudeau bilen şu işkeylerinin oturusu turuptu, bu mu kattı gap ameliyette. Bırak chatki çıkarılıp koyganlık rast. Kollektif sürat iki qatim tartılıptı. Birincisi bu sürat, ikincisi de reis Xi Jinping yok. Endi bu işni hazır Chin Pokong tahlil qilyotdi, Jiang Xinje tahlil qilyotdi. Nima shundaq deb. Eng muhimi ziyofatda o'tgan tungi sizlarga so'zildik. Ziyofatda reis Xi Jinpingning so'zlagan so'zini sizlarga yetkazdik. Mustamlikadan xoli, bulang-talangdan xoli. Ber zamanı öliş devreye kirimiz, biz bu konu yolda mangmaymiz degan sözü sizler yetkazdik vatandaş. Şunu otuk. Lekin şunu otuk qatnaşqanda kayni-kaynidan inch kuzatayotgan muxbirlarning so'zida iqtisod yoki mablag' silish yoki savdo tijorat to'g'risida bir og'iz gap qilmadi bu odam dedi. Unda mı emas edi, bu gaplarni qilgan edi. Yana qaysi tarafda talab qildi bular? Bunu bilgili olmaydı. Uzun notikada vatandaş ben sizlerge bir abzasını yetkazdım. Endi hozir Chin Pokong deydi. Xi Jinping San Francisco'da savdo jamiyatlar tayyorlagan ziyofatga qatnaşqandan keyin nutq so'zildi-ku, ziyofat qatnash nutq so'zi shuningdan keyin Amerika savdogarlari darhol Jungo'dan chekinishga boshladi. Biz bu çekindi degen gapni hemen tolu debettik. Şirket degeni bir yak işki demekler cuma vatandaş şey. Bu şirket degen silap köp sandaki köp san içinde sözlerinde tılg elinde kanası ya kimin yürüyüşlük şirket ya işkimin yürüyüşlük şirketi mi şundak gap.
Azı Çinpok'un deydi. Şu yığınga katnaşkandık, ziyafetke katnaşkandık yer Xi Jinping Amerika savdogarlari derhal Jungo'da çekinişki başladı. Lekin bunun gayri aldı azı. Yani bir haberinin görünüşünü mi demem siz? Bu görünüşke siz meyran kılısınız. Belki bu Jungo için Jungo'nun micaz karakteri ve huy peylik etkanda arttıkça kızgarlık tarafi yok. Biz şu aldığımızdaki 4-5 yıldan bir sözlep geldik. Bugün makul dedi, eti yak dedi. Bugün Şangal'dan çıktık dedi. Yani bir gün Huanghe deryası bir yüzümüzde attık dedi. Mina geple. Bu ketem Reis Xi Jinping Kaliforniyada Prezident Joe Biden bilen görüşken belki görüşüvatkan vaqtning o'zila. Jungo'da partiya matbuotida o'zgarish hosil bo'lgan gap. Mesela Amerika qaratgan pozitsiyada nəhayət zor özgürlük yuz bergen gap vatandaş. Bu özgürlükten azı gavdlik o'tirg'i chiqqan nim bo'ldi deseniz hozir torbetlerdi Jungo'da. Jungo torbetchilar hozir qo'ldan qo'lga yollab degidek buni. Hatta matbuot sohasida Jungo'nun eliki heykeller, Tang davridagi heykeller deb askarlarni heykelga aylantirib, muzey qo'yib qo'ygan askarlar qiyofatidagi askar, heykel askar bu qatim erkinlik ilahini ko'tarib yoki quchoqlab yurib degidek shunda rasm taqibdi Xitoylar Jungo'da. Bunu matbuot organlari mı yoki torbetmi buni fikr olmaydi. Hozir Jungo'nun matbuot sohasini bir algan gap bu. Demek bu yerdagi gap heykelning heykel bo'lishi erkinlik ilohini qo'yib turaylik gap agar mushu ko'rinish, mushu suratni ko'tarib sen tashviq qilib torbetlarda targ'ibot qilayotgan bo'lsang bu nima ish? Vatandaş erkinlik ilahini Jungo'luklar kötürüp, kucaqlab yürüp, millet suret küçüşüp, bu suret Jungo partiya matbuotlarda. Anandan keyin to'r betleri tarqalib yürüydü dese bu nima ish? Andan bunun ostiga yazgan inkaslarda nima deyilibdi deseniz, ba'zilar miyig'ida kulib qo'yibdi, ba'zilar masxara qilibdi, ba'zilar kinoya qilibdi. Endi bu kishilar kim u desa, erkinlik ve demokratiya degan so'zga Jungo Kompartiyasining hargiz yaqin kelmaydiganligini bu to'rdosh yoki bu to'rbetchilar besh qo'ldek biladilar. Shunga demag'ini qaqqan gap, shunga kinoya qilgan gap, shunga masxara qilgan gap. Yana ba'zilar bo'lsa boshqacha fikrda. Yani boshqacha fikrda sizlar ananglar buni partiya matbuotlarida zo'r o'zgarish bo'ldi. Askeri heykeller erkinlik ilahini quchoqlab turgan surat davlat ichida shiddat bilan tarqalishga başladı. Jungo davlat ichida. Mavzuli xabar 11 ayning 17-kuni Yulduzliq Orol gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. San Fransiskoda yig'in oxirlashdi. Jungoning ichki qismida matbuotlar orqa-orqadan xabar qilishga boshladi. Yig'inga ijobiy baho berdi. Ya gapni o'chig'ini aytganda bu yig'in emas. Balki Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping suhbatiga ijobiy baho berdi. Askeri heykel erkinlik ilohini quchoqlab turgan surat keng miqyosda tarqalishga boshladi. Lekin inkas yozuvchilar masxara qildi, kinoya qildi va shunday javob qaytardi. Yana boshqa inkas yozuvchilar bu suratlar Amerika Jungo münasebetining ilg'allig'ining simvoli deyishdi. Bu yilning avval yarmida bu ish yuz bergan bo'lsa, bunda 6 oy burun yuz bergan bo'lsa, bu suratni tarqatquchi kishining terisini so'yib olgan bo'ladi. Bunda avval Prezident Joe Biden bilan Xi Jinping suhbatidan avval Jungo matbuotlarining xohishida yönelişide intayin zor özgürlük yüzber. Fakat vatandaş. Bundan başka yani bir haber de buna toluklap kildiğe yani bir haber nemi değil de qarab turun. 50 ming nafar Amerikalik yoshning Jungo'ga kelishiga taklif yo'lladi. Jungo zada qandaq signal tarqatyapti. Mavzuli xabar 11 ayning 17-kuni Van Meet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaqinda Jungo rahbarlari mundaq ko'rsatdi.
Prezident Joe Biden bilen muhim ortak tanışqa keldik. İki devlet halklarga asallık doğdurup berip, medeniyet, ma'rifat almashtırış tadbirlerini ilgiri sürdü. Vize berishni a'lolaştırdı. Bu vize berish to'g'risi bizlarga bir qatim leksiya so'zilib vatandaş. Avatışa qatnash yo'llarini ko'paytirdi. Haftada 70 qatim. İki devlet halklarının aloqa qilish yo'llarining ochilishini kutib olamiz. Yeni davrda iki devlet halklarının dostluk hikayelerini ortak birlikte yazıp çıkımız. Yani Amerika Cungo dostluğu bir yeni devir, hazırki devri şuna atap da indi. Bu devirde biz iki devlet halklarının dostluğunun hikayelerini ortak aldı yazıp çıkımız. İki memleket halklarına bolup yaşlanan öz ara alaqını kengaytişi üçün Cungo taraf kelgüsü 5 yıl içinde 50 bin nefer Amerikalık yaşlayan oğul kız yaşlayan Cungo'ya kelip okşuğa teklif yolladı. Yani Cungo'da okşunu teklif kıldı. 50 bin nefer. Müşkatim sohbetlerin neticesi mi? Yaki Cungo Kompartiyasıdaki Amerika'ya nispeten bir xil özgürüş mü? Başta aytqanda kinoyi mesxiri içidik yani bir qatimliq. Özünü körüs qo'yib derhal yüz öğreydiği iş mi? Bunu ise nama'lum vatandaşlar. Yana bir xabar endi mananglan sebebi uçuq emas. Xi Jinping halqılıq bir yığın qatnaşımı deb bassa Chimpokong dedi o. Endi biz bunu söz yapaqalı. Mavzulu xabar 11. ayının 17. gün Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. İqtisodiy hamkorlik yig'inining muhim mazmuni bo'yicha Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik yig'in tashkiloti savdo sanoat yuqori darajaliklar yig'ini 11. ayının 16. günü maydonga chiqdi. 16. gün ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden nutq so'zildi. Amerika endi Tinch okean rayonida o'zaro hamkorlikning muhimligi Osiyo Tinch okean rayoniga bir uchur yollaydı. Da ko'rsatdi prezident Joe Biden. Yani bu uchur Amerikaga tayinish kerak. Yani bu gap. Bu dokladda Reis Xi Jinping'ning xabari bormi yo'qmi yoki kirgandiki anglish kerakmidi yoki yig'inning sirtida anglish kerakmidi yoki naq maydonda prezident Joe Biden mushundaq so'zlaydi degan so'zni xabar topdimi, shuning qatnashmadimi yoki bu yana boshqa sabablar bormi, buni bilgili olmaydi vatandash. Biroq bu yerda prezident Joe Biden doklad yoki so'zlagan nutqning boshqa qism, boshqa mazmunlari nima dedi? Buni qo'yib turaylik. Bir cümle. Asiyoda davlatlar yoki shu iqtisodiy hamkorlik yig'inida qatnashgan davlatlar yoki butun Osiyo Amerikaga tayinish kerak. Buning ma'nosi bexatarlik jihati Amerikaga tayinish kerak. Savdo tijorat jihati Amerikaga tayinish kerak. Mablag' solish yoki savdo tijoratni rivojlantirish jihati Amerikaga tayinish kerak. Yuqorida madaniyat va ma'rifat almashtirish jarayoni Amerikaga tayinish kerak. Mush mazmunlarni qo'shsangiz bir jumla Amerikaga tayinish kerak. Savdo sanoatchilar yig'inda prezident Joe Biden nutq so'zlagan shundaq dedi degan gap. Undaqda Jungolikning Osiyo to'g'risida ko'z qarashi nima vatandosh? Osiyoda zo'migarlik talashish. Osiyoda zo'migarlik o'rnini tiklash. Yaponiyani bir taraf qayrib o'tish va Yaponiya bilan Osiyoda ustunlik talashish. Har qaysi jihatdan ustunlik talashish. Osiyoda kim? Akan Qarag'ay birinchi. Bu Cungo Kompartiyasının merkezi ideyasi ve asaslı siyaseti. Şu siyasetlerin roy bile yaşap kelavatkan Reis Xi Jinping bu da San Francisco yığınga kelgende yığın katnaştı lekin bu yığınga katnaşmadı. Sebebi prezident Joe Biden Amerika'ya tayinish kerak degan sözde Reis Xi Jinping olturgan sende söz ise bu Reis Xi Jinping oңaysızlık elip keletdi ma. Mesela Reis Xi Jinping şunundan korkup yoki şunundan özünü saklap yoki daldığı elip aşı nutqini anglamayman deb daldığı elip bu yığın qatnaşmay qo'ydi mu? Biroq hozir men selishtirishim
Sen Janubi Afrika'da 8. ayının 21. 22. kunlar tuyuksuz gayip boldun. O yığın hem soda sanaat yığını idi. Bu kıtım San Francisco'da Kaliforniya'da yığında hem tuyuksuz gayip boldun. Bu yığın hem soda sanaat yığını idi. Yukarıda katlaşılan yığın idi. Her iki yığınga Reis Xi Jinping yazma notuk evetti. Bugün endi Çin Poko'nun tahliliyle karşısınız nemi dedi? Ziyafette berilgen saudigarlar belgen uyuşturgan teşkilligen ziyafette Reis Xi Jinping notuk sözlü ve şunun katnaşkandan kiyilla hazır Amerika'nın şirketleri Cungo'dan umumiyüzlük çekinişke başladı. Yani bu bugünkü Çin Poko'nun sözü evet. Yukarılar mina sözüm, ahırkısı Çin Poko'nun sözü evet.